Assalomu alaykum. Uzr aka, uzr. Nima qilyapsan, bor bu yerdan? Ukam, ko'k choy olib keling. Hop. Mana qora joy bor-ku, qora choy ichur. Assalomu alaykum. Mana ko'k choy. Ukam, qora choy olib keling. Hop. Yana o'g'lingni olib kelding choyxonaga? Yo, kelin ruxsat bermaydimi? To'g'risida, yosh bolani ham olib keladimi choyxonaga? Maylimi, yo sendan so'rayman. Mana qora choy aka. Ukam, boyagi bola olib kelsin choyni. Hop. Bolani nima ejinna qo'ysan? Qo'yavergan o'rta, jim turgin. Assalomu alaykum. Mana qora choyinglar. Osh tayyor, siz uraymi? Assalomu alaykum. Choylar bormi? Buncha ser salomsan, xos salom berding, o'tirsen-chi. Yo'q, men qo'l uxlamasdan. Mana shunaqa ser salomman. Olasan? Sinfdoshni shu bo'lim. Assalomu alaykum. Oshinglar tayyor. Siz uraymi? Siz uraymi aka? Ukam, bizga ikkitalagan yetadi. Ikkitalagan uyingga sobo yo'q ketgan. Men o'zim oshpazga yetib qo'yaman, xo'p? Voy, jinnimi bu? Samandar? Jim turlaring. Yo'q aka, kerak emas, rahmat. Ukam, sen aziz o'g'lisan-a? Ha aka. Adamni tanirmidingiz? Ha, aytganini qilgan. Rahmat aka. Tanimadilaringmi? Aziz o'g'li-yu. Aziz vaqtida Assalomu alaykum. Mana qaralaring, Bahodir bilan Nodir kelmabdi. Bittamizdan xabar olganmiz. Ular aksiyasini olib qo'ydim, choyxonadan olib borib beraman. Kam bo'lsa ham mashinaga olamiz endi. Bo'ldi, xo'p. Qolinglar. rahmatli o'rtog'imiz olamdan o'tgandan keyin oilasidan, o'g'lidan xabar olmabmiz-ku. Adang yaxshi odam edi. Bu yerda nima qilyapsan? O'zing xohlagan yo'lingda yuribsanmi? O'zimni yo'limda yurganimda yo o'lib ketardim, yo qamalib ketardim. Otamni yo'lida yurdim, adashmadim. O'rtoq, yana klientlar norozimi? Insonlar hayotidan norozi-yu. Biz rozi qila olmadik. Do'st faqat tirikligidami?